nechta odam keladi, menga $5000 beraman, bitta reels qilib bering dedi. Bitta reelsga 5000 beryapti. Bitta $5000 uchun men, например, o'zimni statusimni vashta sotib olgim kelmaydi. Reklama olmayman, chunki men xohlamayman. Meni orqamdan, meni auditoriyam уже menga ishonadi. Predatel bo'lishni xohlamayman. Men ishlatib ko'raman, bilasiz, уже nechta odam keladi. Mahsulotini ham da sotib olaman. Ishlatib ko'raman, keyin aytaman senga bo'ladimi, bo'lmaydimi deb. Men, например, reklamasiz ham shundoq patsientlarga aytishim mumkin. Men buni ol, mana senga bo't, men bular ofitsialni olib kiradi. Borib olurgin deyman. Menga kelib, men bu yerdan krem sotadigan kosmetolog emasman. Menda sotishga, например, anaqa emas. Birinchi o'rinda emas, sotish именно. Ko'rsatib beraman, qayerda sotishadi, ofitsialni kim olib kiradi. Chunki bizda bitta yaxshi mahsulot keladi. Orqasidan обязательно подделка Kitay kirib keladi. Chunki odamlarni shunchalik qadrsizlantirishadi ular. Uni olib kelganidan keyin подделка olib kelinadimi, keyin nima bo'ladi? Nargiza aytuvdi, bu ham bir tenga qimmat ekan. Shuni xohlamayman shunaqa bo'lishini.